O'zbekistonda birinchi tapichka zavodda boshlaganman. O'tgan yili dadamga mashina olib berdim. Bu yerda ko'ryapsiz o'zingiz, har bir ayol halol mehnati bilan pul topib ketyapti. Jizzaxlik Marhabo Shodmonova 32 yoshda. U 14 yildan beri kosiblik bilan shug'ullanadi. O'zbekistonda boshlagan bu kasbini 5 yildirki Turkiyada davom ettirmoqda. O'zbekistonda birinchi tapichka zavodda boshlaganman. Undan keyin teri oyoq kiyimlar bo'yicha ishlashga kirdim bu yerda. Undan keyin shu Murod aka bilan tanishdim. Bu yerda usta boshimiz edi. Boshlig'im ham ustam. O'shanda keyin bu yerga keldim. Bitta o'zi ikkita uchta ustaga badal. Chunki ham makinada, ham nimada mana shu yerda shuncha odam ishlayotgan bo'lsa, ishni yetkazib beradigan qizimiz. Sizni bu yoqda butun siyatda ishini shu qiz yurgizadi deb maqtadilar. Ya unchalik emaski, endi bu ishda ichida yurganimdan keyin bilaman, o'zimni shu ishda yoqtirib, sevib, zavq bergani uchun bir san'at bu ham. O'zingizga yoqadi. O'zimga juda yoqadi. Yoqqani uchun bu ishning ichidan chiqmayman. Ya'ni qayerda bo'lsa. Mana bu yelimni hidi bor ekan, har doim shovqinda ishlash, o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor ekan. Bu yerda biz bir oilamiz, bir shovqin, kile, unaqa narsa bizda yo'q. Yeymiz, birga ichamiz, birga o'ynab kulamiz. Hech nimani hidi, shovqini biz uchun sezilmaydi umuman. Ya'ni nima deydi? Inson bir ishni chin dildan qildikdan so'ng qiyinchiligi bilinmaydi deydi. Ya'ni bizga oson bu ishlar. Sevdiğimiz uchunmi endi bilmadik. Ya'ni har bir inson o'z kasbini sevadi-ku, sevmagandan keyin foydasi yo'q yani. Yaxshi ko'rinishingiz bilindi. Gaplaringizdan bilindi. Yo'q, juda ham yaxshi ko'raman. Masalan, boshqa ish bo'lsa men ishlay olmayman. Qo'limdan kelishi mumkin. Bu ishni sevdiğim qadar u ishni qila olmasam kerak deb o'ylayman. Marhabo bilan suhbatimiz mavzusi kengayib, o'zbekistonliklarning Turkiyadagi xotin-qizlarimiz haqidagi qarashlarigacha bordi. Hech kim bir insonni hayotiga kirib ko'rmadikdan so'ng bilmaydi. Siz kelib turib, masalan, yeni eshitganingiz bilan ko'rmaganingizdan keyin bilmaysiz. Har xil inson bor. Ya'ni insonlarni eshitib baho bera olmaysiz, uni ichindagini eshitmagancha, hayotini ko'rmagancha. Bor, ya'ni halol mehnat bilan topayotganlar ham bor. Ya'ni hech kim bir bilmagandan keyin o'zicha qo'yishadi unday gaplar, bunday gaplar. Hamma bu yerda ko'ryapsiz o'zingiz kelganingizdan beri. Har bir ayol, turk bo'lsin, xoh o'zbek bo'lsin, xoh boshqa millat bo'lsin, halol mehnati bilan pul topib ketyapti. Masalan, sizni videolaringizga ham shunaqa gaplar kelganmi? Nega qiz bolani Turkiyaga yubording? Nima qilib yuribdi? Ya qo'shnilarimiz endi aytishgan, kimga ishonib jo'natding? Ya'ni masalan, bu odam meni ham boshlig'im, ham akam, ya'ni ham ota-onam o'rnida. Hamma narsani haligi poylashaman, masalan, nima qilay aka, nima qo'yay? Bu ishonib xotirjam, ya'ni bu insonga topshirgan. Ishonaman. Men o'zim ham ishonaman. Bir yomonlik ko'rganim yo'q yoki oilasi bilan shu yerda biz oilaviy bir oilada yashaymiz. Bu yerdagilar bilan ham bir oilada ishlaymiz. Ya'ni sanalarcha, yillardan beri bular bilan barobarmiz. Mana shu darajaga yetishishga mana shu sizni mehnatingiz ekanda, Har bir insonni endi mehnati bilan mehnatini, o'zini ishini sevdikdan so'ng, ya'ni hech bir nima qiyinchilik bo'lmaydi. Faqat olg'a. Qarang, ikki marta ishini sevdik, ishga sevgi haqida gapiryapsiz-da. Aynan nimasi yoqadi sizga? Ya'ni masalan, bugun jenskiy etik tikyapmiz, sapok. Ertaga detskiy. Ya'ni har bir kun har xil narsa tikamiz, har xil fason tikamiz. Uni ko'rib, tikkan qilgan ishingizni ko'rib, bajara olishingizni ko'rib turib, odam qo'limdan kelish kelyapti deb xursand bo'lasiz.
Ya'ni har kuni, har bir soatda, har bir yutuq farqli. O'zi maktabda o'qib yurganingizda yo bundan keyin boshqa orzularingiz bo'lganmi? Boshqa kasb sevganmisiz? Boshqa kasbni sevmaganman. Men tikuvchiman aslida. Tikuvchilik bo'yicha o'qiyman, ishlayman deb yurardim. Keyin birinchi boshlagan ishim shu oyoq kiyim bo'lgan meni. Maktabni bitirib birinchi boshlagan ishim oyoq kiyim bo'lgan. Shundan beri shu ish ichidaman. Marhabo Turkiyada ishlab o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini amalga oshirgach, vatanga qaytmoqchi. O'zbekistonda bir o'g'lim bor. Onamlar bilan ular har yili she'rga bo'lganim uchun endi kelib ketishib turishar, orada dam olib ketishar, yozi keladi. Sizni shu ishni ketidan Cobalt olib berdilaringlarga nasib qilgan ekan. Endi o'tgan yili dadamga mashina olib berdim. Nasib bo'lsa yana endi uy olish harakati. Sekin kamp-ko'stimizni qilyapmiz. Xursand bo'lgandirlar, bu yilgidan ko'ra yaxshi. Bu qizimning. Endi xursand bo'ldi hamma. Voy dedi. Ham chetga davlatga chaqirib ketyapti, mashina olib berdi deb, ya'ni baribir har bir insonda orzusi bor. Ota-onamiz uchun, farzandimiz uchun yuribmiz. Bu ish ichida tug'ildim, bu ish ichida nasib bo'lsa. Rizqimiz qayerda bo'lsa, nasib bo'lsa O'zbekistonga ketish niyatlarimiz bor endi u yerda. Davom ettirish. Alloh nasib qilsa, u yerlarda o'zimizni yurtimizda bir foydamiz tegadigan inson bo'lib davom ettirmoqchimiz.